Birinchi qori bola. Hurmatli aka-uka, ota-onalar, sizlarga maslahatim, bolalarda jim o'tiribdi, yaxshi o'tiribdi deb telefonni ushlatib qo'ymanglar. Ko'zni ko'ryapsizlarmi qiyshayib qolganini? Kelajakda bu bolalar sizlardan hech qachon xursand bo'lmaydi. Menga telefon berib, jim o'tirsin deb bergansiz, rahmat demaydi. Nimaga shu paytda meni qo'limdan sug'urib olib qo'ymagansiz deydi. Akamiz ham hozir bo'lsa ham olib keldi. Bu 3-chi yo 4-chi muolajamiz, 2-zulligimiz. Ikkinchi. Akalar, iltimos bermanglar bolalarga. Hozir mana ukamizga zuluk qo'yamiz hozir. Hurmatli aka-ukalar, bermanglar. Telefon bermanglar akalar. Modda berayotganda mana qanaqa jitta aytishadi. Foydasi bor. Katta o'ganda minnat qilmaydi. Sen qilmaganda yaxshiligimda demaydi. Hech narsa bo'lmaydi mana. Mana foydasi katta akalar.